Assalomu alaykum Samarqand Yulduzlari TV muxlislari. Mana bugun navbatdagi intervyumizni olishga keldik. Bugungi qahramonimiz Samarqandimiz bulbuli Anvar Ibragimov bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum avvalambor. Hurmatli muxlislar, hurmatli yurtdoshlar, musofir yurtda yurgan musofirlar. Hammalari omon yurgan bo'lsalaringiz, men xursandman. Mana shu xalqimizni yaxshi kunlarda xizmat qilib, yonib, kuyib, ilm yurtim deb xizmatda bo'lib yurgan san'atkorlar bilan ijod qilib, mana Xudoga shukr, shu kunga erishib keldik. Bundan keyingi ham harakat qilamiz shu san'atda mana shunday ijod qilib, faoliyatimizni davom ettirishga Xudo xohlasa. İlk savolimiz san'atga kirib kelishingiz haqida aytib bersangiz. San'atga kirib kelishim shu yoshlikdan, shu otam san'atkor bo'lganlari uchun uyimizda instrumentlarni ko'rib, shu yoshligimdan qiziqib, shu akordeon chalib, asta-asta shu bilan san'atga juda yaqin bo'lganmiz. Demak, siz sozlarni ham bemalol chala olasiz. Ha, akordeon, ya'ni fortepiano, ya'ni rubob, doira, tor, gitara, ba'zi bir instrumentlarni qo'limdan kelgancha ko'p instrument chalaman. Hozir siz aytdingiz, otam san'atkor bo'lganlar deysiz. Ko'pchilik san'atkorlar farzandlariga shu o'zlari yo'llaridan ketishga ruxsat berishmaydi. Sizga otangiz o'zlari ruxsat berishganmi yoki siz o'zingiz qiziqib kirdingizmi? Ya boshida men o'zim qiziqqanman, lekin boshida men o'zim qiziqqanman va qiziqishimni ko'rib otam shu san'atga boylab qo'yganlar meni keyin epsiz. Tushunadi. Endi o'sha narsaning davomi, ya'ni sizning ham farzandlaringiz bor. Siz ham xohlaysizmi sizni yo'lingizdan ketishlarini yoki yo'q? Albatta, eng kamida mendek bo'lsa agar, men qarshiligim yo'q. Eng kamida mendek bo'lish kerak. U uchun men qarshi emasman. Xalqimizning xizmatida, yaxshi kunida xizmat qilib yursa xursandman. Sizda ko'proq to'y hashamlardami yoki davlat tadbirlaridami xizmatlaringiz qaysi tomonda ko'proq? Ikkalasi ham bir xil. Ikkalasi ham bir xil. Qanday davlat tadbirlari bo'lsa, bayramlar, Navruzlar hammasi shu bizarsiz o'tmaydi. Hozirgi shunaqa moment bo'lib qolishi mumkinki, ya'ni sizda to'y marosimlari, davlat xizmatlari bir vaqtda kelib qolsa, qanday ulgurasiz bu narsaga? Harakat qilamizda to'yni soatini sal keyinroqqa surib, lekin davlat tadbiri lekin birinchilikda bo'ladi-da baribir. Davlat tadbirlariga avval uni qo'yib, keyin to'ylar. Ha. Endi ma'lumotingiz haqida oliy ma'lumot bormi sizda? Ma'lumotim eng o'rta ma'lumot. San'at institutida o'qimagan? Yo'q. Bizlar kollejda o'qigan, bizlar shu o'sha vaqtlari uchilishi bo'lardi. Hozir endi kollej bo'ldi-da. Maktabdan keyingi qismda. Ha. San'atdagi birinchi ustozingiz kim? Otam. Otangiz. Otam. Yana boshqa ustozlar bormi? Ha, endi otamdan keyin juda ham ko'pchilik ustozlar bor. Orz akam bor. Ana hozir ko'rib turibdilar. Orz akam san'atga kirishimda juda katta hissalar. Odil akam bor. Shuhrat akam bor, Muqimov va hokazo. Rahmatli Furqat Mirzayev bor edilar. Joylar jannatda bo'lsin. Juda ko'pchilik ustozlarim bor. Siz o'zingiz repertuaringiz shu ustozlaringizda qo'shiqlardan kimlardan foydalangansiz? Furqat Mirzayev qo'shiqlaridan foydalanganman, ustoz qo'shiqlaridan. Yani ko'pchilik endi ularning qo'shig'idan, ustozlarning qo'shig'idan foydalanmasdan turib
qo'shiqchi bo'lishni o'zi juda ham qiyin, lekin bularni birma-bir aytadigan bo'lsam agar hozir juda ham ko'pchilik ekan bular. San'atni nonni yeyishda tish temirdan bo'lish kerak degan shu naql borda. Bunga qanday izoh bera olasiz? Endi bunga izohim shunday degan bo'lsalar, demak bu shunday bu. Temirdan bo'lish kerak haqiqatdan ham. Endi ba'zi vaqtlar endi san'atkorlar ko'pchiligida to'y mavsumlari boshlanib qoladi-da. Ha. Shu vaqtlari qanaqadir o'zingizni oilaviy masalangiz chiqib qolib yoki qanaqadir ta'ziyalar yoki nimadir chiqib qolib bora olmay qolgan joylaringiz bo'lganmi? Yo'q, lekin har qanday vaziyatda ham to'yga borilgan. Nima qanday? Nima bo'lishi? Ha, har qanday vaziyatda ham to'yga borilgan. Chunki u odamzod yig'inib to'y qiladi 30 yil, 25 yil deganda u to'yni buzishlik bizga emas-da, ya'ni san'atkorlarga emas. Har bir san'atkorni o'z davri, ya'ni pik vaqti bo'ladi-da. Ha. Siz qaysi vaqtlarga to'g'ri kelasizda? Men hozirda, Xudoga shukr, mana hozirgi davr bizning davr. Zamon bizning zamon, davron bizniki deydilar-ku. Ana shu biznikida hozir Allohga shukr. Sahna ortidagi hayot bilan sahnadagi hayotingiz qanchalik farqi bor? Sahna ortidagi hayotim bilan sahnadagi bu degani bu xizmatda yurganimi, xizmatdan tashqari deyilgan savolda bu tushunganimcha. Umuman farqi yo'q, lekin bir xil. U yerda ham, bu yerda ham bir xil. Ha, mana shu hozirgidek. Mana siz hozir mana kulib gaplashib turibsiz-ku men bilan. Men ham siz bilan kulib suhbat qilib turibman hozir. To'yxonada ham kimdir meni shunday kutib oladigan bo'lsa, men ham unga shunday qarayman. Kimdir bunday qarab kutib oladigan bo'lsa agar, shu boyagi men ham o'sha odamning atmosferasiga o'tib qolaman. Aslida lekin shundayman. Endi san'at ichida sizga kimlar o'zingiz do'st deb bilasiz? San'at ichida hammasi do'st san'atchilar. Qaysi darajada endi qaysidir san'atkor yaqinroq bo'lishi mumkin-da siz bilan kelishib, ketishib, birgalikda ijod qilishi yoki shu ma'noda. Ha, agar rostini aytadigan bo'lsam agar mashhurroq bo'lsangiz agar borib kelib ketadigan san'atkor jo'ralaringiz ko'proq bo'ladi. Demak, hozir menda juda ham ko'p bunaqa jo'ralarim, Xudoga shukr. Mana Voqifjon Mavlonov bor, qadrdonim, Botirjon Salomov bor. Faxrijon bor, muntazam ravishda kelib turadilar, birga ijod qilamiz. Hozir mana shu aytganingizdek, mashhurlik ko'tarilsa, odam ko'payadi deysiz. Sizda shunaqa holatda qaysi daraja yoningizda odam kamayib qolganda nimalarni sezdingiz? Ya'ni sizga doimiy ravishda boringizcha qabul qiladigan do'stlaringiz o'sha vaqtda yoningizda turishdimi? Ya, unaqa do'st yo'q o'zi, unaqa do'st qayda? Bunaqa do'st yo'q. Bunaqa do'st ota bilan ona bo'ladi, lekin qolganlari shunchaki do'st bo'lishi mumkin. Shunchaki. Bunaqasi yo'q, lekin men ko'rmadim, lekin. Men hali izlamagandirman. Yo, balkim yo'qdir. Balkim yo'qdir, ha. Siz uchun baxt nima? Men uchun bu baxt, Xudoga shukr, mana shu tirikligim. Hozirgi vaqtimizda Samarqandda sizning fikringizcha yaxshi ijod qilayotgan, yaxshi suratga ko'tarilib borayotgan kimlarni ayta olasiz? Hozirgi kunda yaxshi ijod qilayotgan juda ham ko'pchilik. Birinchisi men o'zimman. Kamina Anvarjon Ibragimov, Zaruxjon Zaripov, Voqifjon Mavlonov, Baxtiyor Mavlonov, Otabek Abdaliyev, ustozlar Mardon Mavlonov ustozimiz.
Bunday olib qarasa hammalari ha. Hozirgi vaqtda Tanlash qiyin bo'lib qoldi bular ichidan. Chunki hammalari zo'r ijod qiladi-da bular. Yoshlarga kiradimi bo'lsam, Amir hozir zo'r yurtni shogirdchamiz ukamiz. Ha, yana ko'p lekin bunaqa bularni har birlari nomma-nom aytadigan bo'lsak, hozir eng zo'r yurganlar shular. To'g'rimi? Amirjon? Ularda qaysi darajada oldingi san'atkorlardan nima farqi bor? Oldingilarda meni fikrimcha qaysi darajada jonli ijro ko'p edi. Ularda farqi yo'q. Xalqimizda hamma farq. Sivilizatsiya degan narsa borki, hozir shunchalar tezlashib ketdiki. Bizlar ham shu bundan 15 yil, 20 yil oldin mana hozir 40 ga kirgan bo'lsak agar shunaqa xizmat qilib yurardik. Xuddi shunaqa holat bo'lardi. Demak bu shunaqa zamon talabi. Farqi yo'q lekin Zamonga qarab. Ha. Zamonga qarab bo'lsa, hozirgi vaqtda nimagadir kuzatayotgan bo'lsangiz, yosh san'atkorlar so'z chalishda ko'pchiligi bilishmaydi. Chunki ko'pchiligi san'atkor emas-da. Hozir вообще san'at oson bo'lib qoldi. Bu sun'iy intellekt degan narsa chiqib ketdi-ku, hamma san'atkor bo'lib qoldi. Hozirgi yoshlarni bir yolg'on bo'lmasa agar 70% hozir sun'iy hofizlar. Sun'iy intellekt yordam beryapti. Da. Yo, sun'iy intellektga bu hofizlar yordam beryapti. Sun'iy intellektni nomini ko'tarishga. Sun'iy intellekt bilan birgalikda. Nimagadir agar e'tibor bergan bo'lsangiz, to'ylar asosan shu o'zimiz Samarqandcha yo'nalishga tushib qolgan. Ya'ni Samarqandchasiga 1 2 3 shu boshqa qanaqadir jonli ijroda xalq talab qilinadigan qanaqadir janrlar chiqib ketdi. Oldingi nima desam, to'y o'tkazishlar bilan hozirgi ancha farq bor-da. Bunga nima deysiz? To'y faqat shu 1 2 3 dan iboratmi? Yo, 4 5 6si ham bor-ku, chunki u yog'ini bilmaydi bu hofizlar. 1 2 3 deydi, yog'i aytganingizdek 4 5 6 buni eslatish kerak. Sanashni davom ettirish kerak. Sanashni davom ettirish kerak, to'xtamasdan 100 gacha. Bilmaganlar ham lekin bilib oldi, lekin hozir bizlarni ko'rib turgan kuzatuvchilarimiz bundan keyin artistlar 6 gacha sanaydi deydi. Endi 6 ga ko'taradi. Agar 7 gacha sanab qolsa agar 7 ketdi bo'ladi-da. Agar siz to'yda e'tibor bergan bo'lsangiz, davradagi ko'pchilikni ko'nglini olish qiyin. Ya'ni kimdir qo'lini aylantiradi, boshqa qo'shiq ayt deydi, yana kimdir tezini aytadi deydi. Shunaqa vaziyatingizda bo'lsa qanday chiqib ketasiz u yerdan? Faqat xo'p deysiz, boshqa iloji yo'q. Xo'p deysizda boyagi guruchni ichida kurmagi anaqasi bor-ku, baribir. Shundayda u narsa to'yxona ham shunday, baribir bitta bo'lib turadi bunaqasi. Xo'p deb endi birovni to'yiga boshqa variantimiz yo'q. Endi bir boshqa mavzuga o'tsak, sizni adashmasam 2010-yildan keyinmi yo 15-yildan keyin chet elga chiqib keldingiz, ha? Safarga. Ha. O'sha vaqt orasidagi faoliyatingizni aytib bersangiz. Men 2015-yillardami shunaqa Izraelga bordi keldini boshlagan bizlar. Izraelga borib kelardik, shu to'y marakaga chaqirardi. 2 hafta 10 kun borib kelardik. 2016-yilimi Izraelda ustoz san'atkor opamiz Rohila O'lmasova bilan birgalikda konsert qo'ygandik. 2 kun konsert qo'ygandik Izraelda 2016-yili. Borib kelib yurardim, shu oxirgi marta 2020-yili 2-mart kuni chiqib ketdik-da, karantin bo'lib, yo'llar yopilib, shu bilan bizlar shu yerda qoldik. Ha. Kelishdi imkoniyati bo'lmadi. Agar keladigan bo'lsa, agar boyaga karantinga tiqib qo'yadi, sog' odam ham kasal bo'ladi deganiga, o'sha bizlarga ma'qul bo'ldi. Shu yerda ustoz san'atkorlar bilan Abram Tolmasov, Misha Arambayev, Mikhail Arambayev shular bilan birgalikda ustozlar bilan Doni Babayevlar, Etsek Ilyayev,
doirachilar, shular bilan shu to'y ma'rakalarda xizmat qilib, faoliyatimizni shu yerda davom ettirib, yana kelib hozir bu yoqda mana shu ofischani ochib, mana shu yerda studiyacha qilib, ijod qilib yuribmiz. Endi u qancha vaqt oralig'ida bo'lyapti buncha? Bu narsa? 2,5 yil. 20-yildan 22-yilgacha. Undan boshlanishi, birinchi ketishingizdan to hozirga kelib mana shu yerda yurishingizgacha. 20-yil ketdim, 22-yil keldim oxirgi martasi. Undan oldin borib kelganlarim juda ko'p marta borib kelganman. 10 kunga, 2 hafta, 1 hafta, 5 kun. Qisqa muddat bilan-da shunda. Da. U yerda shu oralarda faqat san'at bilan shug'ullandingiz yo boshqa ishlarda ham bir ishlab ko'rdingizmi? U yoqda har kun san'at bilan, kechqurun san'at bilan edi. Kunduzi san'atni akasi bilan edi. Kunduzi bitta nima ochgandik, shaurmaxona ochgandik. Ular tilda shuarma deydi. O'sha yerda faoliyat ko'rsatardik-da. Kunduz kuni o'sha yerda Qashqadaryo san'at bilan. Ha, kechqurun O'zbekiston degan restoran bor edi. Kechqurun o'sha yerda har kun jonli ijroda konsert bo'lardi, banket bo'lardi. Shunaqa restoranda gazin bosardik. Sizningcha u davlatdagi san'at madaniyat bilan bizning san'at madaniyati qanchalik farqi bor? Farqi? Buni farqi yo'q. Farqi faqat eshitishda. Biroz ular eshitishda biladimi yoki sog'inganligi uchun menga shunday tuyuladimi? Ular masalan bir ota, ona, musofir shunaqa bir qadrdonlar haqida ashula aytadigan bo'lsangiz, ko'pchiliklari shunchalar mazza qilib eshitadi-da. Oddiy eshitishadi. Bizlarda ashulalarni ayting deydi, kelsunni ayting deydi, kelsunni aytyapsiz, bu yoqda 2 kishi oling deydi, 50-50 qo'yadi, chiq qilib 50-50 olib turadi. Bizlarga kelsunga qaramaydi, kelsun ketsin bo'lyapti, lekin hech kimda ishi yo'q. Endi savolimiz, endi yana O'zbekistonga qaytamiz. Bu yerda sizga savol berdim. Pik davringiz haqida. Shu sizning pik davringizda sizni Anvar Ibragimov bo'lib tanilishingizga sabab bo'lgan qaysi qo'shiqingiz? Alla bo'lam degan ashula qiluvdik bizlar 2009-yili. Uni yozgan shoiri kim? Bastalash. Uni Xudo rahmat qilsin, Qahramon aka degan ustoz bo'lardilar. U kishi rahmatli bo'ldilar. Shu insondan ruxsat olib, shu insonning qo'shiqlari edi. Olib 2009-yili aranjirovka qilib man bolamni boqaman, alalla bolam. Ustiga choyshab yopaman, yig'lama bolam degan qo'shiq bo'lardi. Shuni dadam menga majburlab ayttirganlar shuni. Shuni aytasan, shu zo'r ashula bo'ladi deb aytdim. "Ey, bu ashula, aytolmayman, aytmayman" deganimda shu ashulani majburlab ayttirganlar. Shu ashula 2009-yili o'g'ilcham tug'ildi. Shu klipni oldik. Juda ham lekin Samarqandda mashhur bo'lib ketdi shu qo'shiq ham, shu qo'shiq tufayli men o'zim ham hozirgacha shu qo'shiq tufayli meni biladigan muxlislarim juda ham ko'pchilik. Hozirgi vaqtda ham shu qo'shiqingizni to'ylar, tadbirlarda so'rashadimi? Alohida. Ha, hozir shu qo'shiqni ustida bizlar yana ishlayapmiz. Xudo xohlasa bir 10 kunlarda zamonaviy variant qilib buni yangicha usulda yaratdik. 10 kunlarda Xudo xohlasa chiqadi. Alla bolam 2. Ha, alla bolam 2. Hozirgi zamonamizda. Onang ketdi uyiga, alla bolam. Dadang qoldi baloga, yig'lama bolam. Agar onang bo'lmasa, alla dodasni qaydan olaman, yig'lama bolam degan joylari bor-da. Ikkinchisida ana shunaqa bo'ladi. Xudo xohlasa.
Xudo xohlasa shu qo'shiqni kutib qolamiz, yangi klip. Ha, nasib, Xudo xohlasa. Shu yilgi mavsum uchun to'ylarga yoki tadbirlarga qaysi repertuarlaringiz olib chiqasiz? Qisqa nomlari. Repertuarlarimni bu juda ham og'ir savol bo'ldi bu. Qaysi birini? Repertuarda o'zi ham ko'p. Endi xalqning talabiga qarab o'shani ko'proq olib chiqishga harakat qilamiz-da, Xudo xohlasa. Hozircha talab mana shu yaqinda chiqargan Siz qirolicham onajonim degan ashulamiz bilan talab ko'proq bo'lgandan keyin, demak, Siz qirolicham onajonim. Baribir sizdan talab qilinadigan narsa shu sahnada, tadbirlarda bo'lsa ham qaysidir balkim bittasini qo'yiladi-da. Shu uchun hozirgi aytayotganingizni qo'ymoqchisiz. Ana shundayda. Nimaga 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami kuni ham onajonlarimiz uchun kuylaymiz. To'g'rimi? Navruzda ham tug'ilgandan to o'lguncha onamiz uchun kuylaymiz deydi-ku, aytadi-ku, she'r yozsak ham, qo'shiq aytsak ham kam degandek. Shu demak, repertuarim shu boshdan bosh o'zi shu ona haqida shu juda ham yaxshi ko'raman. Mavzularim ham shunaqa. Ona haqida ko'proq. Ota ham, ona ham bor lekin. Ota-ona mavzusi bu tuganmas mavzu. Ha, ana shunday. Ana shunday. Shu qo'shiqlaringiz sizga qaysidir darajada, qaysidir o'zingizga yoqmaydigani bormi? Misol uchun qaysidir sizga turtki berishdi, qilib ko'rdingiz, qanaqadir ko'nglingiz to'lmadi? Albatta. Albatta unaqasi ham bo'ladi. Misol uchun qaysi biri? Shu o'zi uni garmoniyasi bo'ladi-da, u qaysi birligini aytishim qiyin. Men o'zim ham muzikant bo'lganligim uchun shu garmoniyasiga qarab, shu tanlab shu yo'nalishi yurakka yaqinroq bo'ladiganlarni, eng qiyin bo'lsin-u, lekin yurakka yaqin bo'lsin, shularni tanlayman-da. Hozirgi vaqtda e'tibor bergansiz, internet tarmoqlarida bular bo'lmas qo'shiqlar ko'paydi yoki yaxshi qaysidir qo'shiqlarni buzib aytishyapti. Qaysidir ustoz san'atkorlarni qo'shig'iga hurmatsizlik qilishyapti. Agarda shu holatda sizda ham qaysidir qo'shig'ingizni kimdir buzib aytsa, qanaqa munosabat bildirasiz? Endi bunga munosabatim menimcha xursand bo'lsam kerak. Nima uchun endi siz u narsa uchun tayyorlanasiz, aranjirovka qilasiz, harakat qilasizda, kimdir chiqyapti internetga o'shani buzibroq yoki xuddiki uni ustidan kulganda nimadir qilib chiqardi. O'sha narsaga baribir endi uncha endi siz gapingizda ham jon bor, lekin shunaqa bo'lishi ham mumkin. Lekin shunday bo'lganda ham o'zimiz ham chunki kimlardir Ozarbayjonlarni ashulalarini olib, yoshlikdan shularni nimalardan foydalanib, o'zbekcha qilib, bir nima qilib kelgan. Demak, bizdan keyingilar ham bu ishni mukammalroq darajada davom ettirishib keladi degan fikr yo'q emas-da. Qarshilik, e'tiroz bildirgan bilan yomon otliq bo'lib qolamiz, lekin qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Shuning uchun ularga, bunaqa shogirdlarga, yoshlarga ruxsat berish kerak. Hozir internetda trendga chiqayotgan, o'zlaricha trendga chiqayotgan, yangi chiqayotganlar borda. Qaysidir qo'shiqni yaratib yoki qaysidir darajada kimnidir qo'shig'ini olib, o'ziniki qilib aytayotganlar bor. Ular hozir to'g'ri yo'lda deb o'ylaysizmi? Ha, lekin hozir Instagram olamida shunaqa bo'lib ketdi-ku, hozir masalan bir kishini ashulasi bilan bir kishi mashhur bo'lib ketadi, ha? Shunday. Lekin bir hisobdan bu ham to'g'ri, lekin hamma bilib yurgan ashulla, hamma eshitgan-u, lekin bir kishi aytib chiqqandan keyin qolganlar ham yana qaytadan eshitadigan bo'lyapti-da. Bu rivojlanishmi bu yo
rostdan ham zo'r aytib qo'ygan bo'ladimi shu? Endi sizni bilmadim. Men o'zim shaxsiy fikrim kimnidir mashhur qo'shiqdan xuddiki PR-dek foydalanib, o'zlariga hammani qaratib, Ha. keyin может быть keyin yangilik qilishlari mumkin deb o'ylayman. Boshida mana bu katta ustozlarni, muzikalarni o'zgartirib yo'q o'sha holat bilan o'ziga tortadi deb o'ylayman. Ha. O'zi asl maqsadi shuda o'zi. Hozir shunaqa bo'lib qolgan, hozir asl maqsad o'zi bu internet olamini. Nima qilaylik, nima qo'yaylik? Faqat xalqni xursand qilib, o'zimizga qaratib pulini olaylik bo'lyapti. Endi boya aytganimizdek to'y ma'rakalarga chiqasizda, davrada hammaga yoqish qiyin. Kimdir sizga yo yuzingizga yo orqangizdan negativ gapirsa, noto'g'ri. O'shani qanday qabul qilasiz? U haqqini oladi u. Qanaqasi? U haqqini oladi u. Hech qachon u negativ to'yxonada negativ gapiradigan, ashula aytayotgan vaqtda lekin gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, ishtiladi. Ha. Xo'p, gap bo'lishi mumkin emas. Qo'shiq aytayotganda bunday ishtiladi, qo'lni ko'krakka qo'yib xo'p deymiz. Undan keyiniga esa u aka bilan masalan gaplashiladi. U ham chunki o'g'il bola-ku. San'at olamidan sizda tanqid qilishsa, ularning gapini to'g'ri qabul qilasizmi yoki o'sha narsani ham olib borasizmi? Agar meni tanqid qilishga boyagi san'at tushunchasi meni darajamda bo'ladiganini men sezsam agar, men uni tanqidini to'g'ri qabul qilaman. Agar uni darajasida, uni hurmati, luboy san'atkorning hurmati cheksiz men uchun. Lekin har bir san'atkorning san'atda darajasi bo'ladi-da. Men san'atimni vobshe birinchi darajada zo'r demoqchi emasman. Men o'zimni darajamda bo'lganlar, mendan ziyod bo'lganlar lekin tanqid qilsa agar mayli. Lekin u darajasini bilib turib san'atda tanqid qilinadi o'zi aslida. O'sha siz darajasi men bilan baravar deb hisoblayotgan odamlar qaysidir sizni o'zingizga yoki orqadan tanqid qilib sizni xafa qilib qo'ygan joyi bo'lganmi? Yo'q, darajasi men bilan baravarni o'zi yo'q, lekin mendan zo'rlari bor. Mendan bundayroqlari bor. Lekin aytadilar, ustoz gaplari bor Vahobiddin Bahriyevda. Mendan zo'ri yo'q deydilar. Zo'rmi? Ha, endi sizni baribir o'zingizni jamoangiz bor. Siz bilan ishlash jamoa uchun qiyinmi yo osonmi? Yo'q, men bilan jamoaga qiyin bo'lishi mumkin, lekin menga juda ham oson. Jamoa salgina qiynalib qoladi. Shu muzikantlarimiz avvallari shunday edi, lekin hozir endi ancha o'sha bu sivilizatsiya deganday rivojlanish bo'lgandan keyin muzikantlar ham hozir juda ham zo'r programmalar chiqib, hamma rivojlanib ketgan. Lekin menga juda ham oson bular bilan ishlash va juda katta quvonch baxsh etadi. Jamoangiz bilan to'yda turibsiz, qaysidir o'sha jamoangiz a'zosi xato qilib qo'ydi. Uni o'sha vaqtda to'g'rilab ketishga harakat qilasizmi yoki qaysidir darajada o'tirgan vaqtda tushuntirib to'g'rilaysizmi? Qaysi darajada? Ha, bunda ham bo'ladi, bunda ham bo'ladi, lekin bitta xatoni ikkinchi marta qaytarmasa agar o'ziga ancha plyus bo'ladi. Agar uchinchi marta qaytarib qoladigan bo'lsa agar bu katta jazo oladi bu. Hozirgi vaqtda sizning fikringizcha eng yaxshi sozanlar kim Samarqandda? Ko'zga ko'rinib yuradigan sozandalardan Meronshohda hozir doirachi Meronshoh, Abduhafizov gazini bosyapsan ukam, hamma joyda isming birinchilikda. Yana ham bormi? Yana boshqa variantlar? Juda ham ko'p. Doirachi emas, masalan, mana doirachini aytdingiz, boshqalar. Hijja chaladiganmi yo bizning tilda aytilgan argan chaladiganmi yo'q shu? Ha, mana shu muzikantlardanmi?
Shu jamoa muzikantlar o'sha hammadan. Yo'q, qo'shiqchilar hamma. Ya qo'shiqchilarmi faqat jamoadagilar. Ha. Sizni orqangizda turib sizga chalib beradiganlardi. Ha, da bunaqalari juda ham ko'pchilik boyagi gapda bularni birini aytsam biri qolib ketadi, birini aytsam birini ko'ngli qoladi. Lekin bular juda ham ko'pchilik. Ozodlar, Jamshid bor, Sherozlar bor. Nizomlar, Husniddinlar, bular juda ham ko'pchilik bular lekin. Ha, endi shogirdlarga o'tsak, hozirgi vaqtgacha qancha shogirdlar chiqdi sizdan? Hozirgi vaqtgacha endi yonimda yaqinda birgamga yurgan shogirdlarim 4 tada men bilganim. Aslida lekin buni shogirdlar juda ham ko'pchiligi, lekin aniqi o'zim bilan birga yurib, o'rganib, yo'q nima qilib qarab yurgan shogirdlarim 4 ta. Ismlaridan aynan sizdan shu yo'nalishda o'rganib chiqib shu san'atni davom ettirayotganlar. Mana san'atni hozirgi kecha kunduzda davom ettirayotgan mana Zariqjon Zaripov hozir shogirdim. Shu Lelim Bayroq tomonidan Baxtiyor Mavlonovni mahallasidan. Juda ham yaxshi muxlislari bor. O'z muxlislariga ega, o'z yo'nalishida ijod qilib keladi. Firuzjon bor, Shodiyev, Ma'ruf bor. Mana Jonibek Abbosov bor, hozir mana Toshkentda. Ko'pchilik ham bular hozir mana Toshkentda televideniyada ham bor, Oybek Tohir degan yigit. Qo'shiqda ham juda marromaga yetkazib aytib qo'yadi. Agarda sizga vaqt orqaga qaytsa, qaysi xatolaringizni to'g'rilasdingiz yoki qilmasdingiz shu narsani? Vaqt orqaga qaytsa ko'p ishni qilmagan bo'larkan, men o'ylab ko'rsam. Misol uchun. Misol uchun vaqt orqaga qaytsa dadamning gapidan chiqmagan bo'lardim. Dadam shu faqat yoshligimda aytgan gaplari uydan chiqmasdan ijod qil derdilar-da. Men uydan qochib chiqib ijod qilib mana shu kunga erishdim, Xudoga shukr. Shu dadamning gapidan chiqmasdan yoshlikka qaytsam boshidan ijod qilib san'atda zo'r bo'lib yurish kerak ekan. Dadam bekorga gapirmagan ekanlar. Mana endi dada bo'ldik, endi mana 40 ga kirgandan keyin endi bilindi. Ota bo'lsang, otaning qadrini bilasan degan narsa. Ana shunday. Hozirgi vaqtda o'zingiz uchun sizni pog'onangizga o'zingizni baravar deb biladigan san'atkorlar kimlar hisoblaysiz? Yo'q, ijod darajasini yoki o'zim bilan baravar deb biladigan san'atkorlar. Endi birovni past san'at emas yoki baland emas, просто o'zingiz bilan baravar. Ya'ni men bilan birgalikda. Boya aytdimki, bu haqda menimcha boya gaplashdik-ku, unaqasi yo'q deb aytdimki menimcha. Hisoblamaysiz. Ha, shu yuqorida yo'q. yoki mendan zo'rlari bor dedim. Yoki Ha, mendan zo'rlari bor, mendan bundayroqlari bor, lekin chunki mandaqasi yo'q deb ayta olaman. Chunki mandaqasi bo'lish uchun uni ham nafasi mandaqa bo'lish kerak deydi-ku. Hozirgacha qancha konsert bo'ldi yoki boshqa? Ha, konsertlar shu avval ko'p bo'lardi, shu 2015-yilgacha yaxshi bo'lgan. Keyin undan bu yog'iga faqat to'y bilan bo'lib, to'yga qiziqish
tobora ortib borgan deydi-ku. Shunaqa bo'lgan. Bu 2015-yilgacha qaysi vaqtda siz konsert o'tkazgansiz? Qayerda bo'lgan bu? Yoshlar markazida bo'lgandi. Yoshlar markazida bo'lgandi. Bir martami? Ha. Bir necha marta. Bir marta. Keyin gala konsertlar ko'p bo'lgan. Gala konsertlar O'zbek Navo tomonidan ko'p bo'lardi. Ha, общий hisobda chet elda chiqqaningiz, bu yerdagi hammasi birgalikda-chi? Konsertlarmi? Общий hammasi. Ha, Izrailda juda ko'p bo'lgan lekin. O'zbekistonga qaraganda Izrailda ko'p bo'lgan lekin konsert qo'yishlar va shunaqa tadbirlar. Chunki u yoqda talabgor ko'p bo'lganligi uchun ko'p qo'yilganmi? Talabgor ko'p edi. Chunki musofirlarimiz ko'pchilik sog'ingan yurtini, otasini, onasini. Shunga talab u yoqda ko'p bo'lardi. Kelajakda endi yana konsertlar rejalari bormi? Konsert? Endi kelayotgan yillarda. Ha, Xudo xohlasa, Xudo nasib qilsa Samarqandning eng zo'r joyi qayerda? Sizningcha? Hozir ana o'sha joyda konsert qo'yamiz, Xudo xohlasa. Shu eng zo'r deb bilgan joyingiz menimcha shu Registonda, ha? Registon bor, hozir qurilgan Samarqand City, ha? Shahar degan joy bor. Ana shunaqa joyda Xudo xohlasa mana shu yangi ashulamizni chiqaramizda, ashulamizni hit qilamiz. Agar hit bo'lsa hit bo'ladimi yo hit bo'lsa hit bo'ladimi? Endi uni xalq biladi. Xudo xohlasa bir tomosha qilib baho beradi deysiz-da. Shunday. Ha, endi sizni ham, bizni ham ko'taradigan ham, tushiradigan xalqda. Ha, ko'taradigan ham xalq, tushiradigan ham xalq deyapsiz-da endi hozir. Erda yer qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin deganday bo'ldi-da bu. Endi xalq e'tibor bersa, baribir ijod qilasiz, boshqa qilasiz. O'zgarish bo'ladi baribir. Baribir xalq e'tibor bergani uchun to'yga chaqiradi, konsertlar. Shuning uchun shu ma'noda aytyapman-da endi. Ha, to'ppa-to'g'ri. Bizdan yoki tashqaridan qaysidir odamlardan o'zingizga g'alati savol qanaqa savol tushgan? Tashqaridan odamlardan qanaqa savol? Ha, g'alati savol. Xuddiki ma'nosi sal tushunarsiz. Misol, siz artistmi degan gap bo'lishi mumkin-ku ba'zida. Ha. Shunga o'xshagan qanaqadir. Na kulishni bilasiz, na boshqa. Juda ko'p bo'lgan bunaqasidagi qaysi birini eslashni ham bilmadim lekin hozir. Shu bittami, ikkitami misol bo'yicha keltirdim. Kelmay qoldi. G'alati savollar. U g'alati savol siz ichganmisiz desak, u g'alati savolga kiradi, to'g'rimi? Lekin bunaqa joyi bo'lmagan, siz ichganmisiz degan. Bunaqa. Men bu savol bergan sababi ba'zi odamlar aqlini kovlashni xohlaydimi yoki sizda nima desam, ichki fe'l-atvoringiz bilmoqchi bo'ladimi, g'azablantirmoqchi bo'ladimi, shu uchun. Ba'zi birlar san'atkorligini bilib turib ham lekin aqllilik qilaman deydi-da. Shunaqa bor lekin bunaqa endi qaysi bir. Chunki men shunday hozir bo'ladigan, masalan, ikkovimiz hozir agar xafalashib qoladigan bo'lsak ham, men o'sha ertaga men yana sizdan xursand bo'lib ketaveraman-da. Shunga ko'p eslab yura olmayman. Ha. Demak, kechagi kunda yashamasdan. Ha, lekin mana xafalashib, urushib qoladigan
bunaqa nima yo'q. Shuning uchun birov kimdir nimadir degan bo'lsa ham hozir eslolmayapman lekin bor negativchilar, lekin baribir birinchi ko'rmaksiz bo'lmaydi deydi-ku, bor bo'lsin bular. Keyin ko'pchilikda bo'ladigan narsa, qaysidir to'yga siz tabrik uchun 4tami 5ta qo'shiq aytish uchun bordingiz. Qaysi daraja borsangiz, sizdan tashqari yana boshqa odam artistlar turibdi. Shu navbat talashish bo'lganmi shunda? Men kirsam maylimi, boshqa to'yim bor yo boshqa? Yo'q, lekin navbat talash bo'lmagan. Chunki bunaqa tabriklar, bular to'ydan tashqari men olganman hamma vaqt. To'yimga xalaqit bermaydigan, svobodniy masalan yo'qda nimadir kimdir kelgan, yana boshqani ham aytgan bo'lishi mumkin degan rashvotlar bilan olib ketganman. Ketgan vaqtimdan navbat berilgan joyi ham bo'lgan, oxirgi navbat ham berilgan joyi bo'lgan. Lekin uni shoshilib ketishim kerak degan joyi bo'lmagan lekin. Umuman olganda hammasi to'y yoki davlat tadbirlari boshqa tomonlardan bo'lmaganmi? Davlat tadbirlarida, bu обязательно bo'ladi. Davlat tadbirlarida shunday borilgandan shu tadbir boshlandimi, iloji boricha birinchi aytish kerak, chiqib to'yga surish kerak. Kim bilandir talashib bo'lgan joyingiz bo'lganmi shunda? Balkim kimdir turibdi, men chiqishim shart deb tursa, siz chiqmoqchi bo'lsangiz. Agar endi bo'lmasa agar, lekin hozirgacha bo'lmagan. Kelajakda bo'lmasa. Keyin bitta narsa ham bor-da. Siz ham to'yda ko'p yurasiz. To'yxonalarda qaysidir darajada restoranlar odamiga qarab muomala qiladi degan narsa bor. Ya'ni qaysidir qo'shiqchini ro'yini baland deb yaxshi muomala qilishi mumkin yoki ularga ba'zi restoranlar yaxshiroq dasturxon qilib qo'yishi mumkin, ba'zilariga bo'shroq. Bunaqa narsaga nima munosabat bor? Ba'zi restoranlarda san'atkorga umuman joy ham qilmaydi. Ba'zi bir restoranlar bor, zo'r restoranlar bor, san'atchilarni naqasi yo'q. O'rni ham yo'q, unday e'tibor ham yo'q, restoranlar ham bor. Lekin shunaqa san'atkorlarni hurmat qilib, shu boyagi mehmonlardan ziyod qaraydigan restoranlarimiz ham ko'p. Ya nom aytish kerak. Ya endi xohlasangiz ayting. Biz endi birovni obro'sini tushirish yoki bu narsa uchun emas, prosta fikringizni berishni ayting. Bemalol aytaveraman mana. Samarqandimizda shunaqa restoranlarimiz ko'p. Ko'p. Yaxshi restoranlar. Yaxshi e'tibor beradiganlarni kimni aytishingiz mumkin? Yaxshi sizga e'tibor berib, qarab. Hammasi birinchilikda o'ziga e'tibor beradi. Undan keyin shu e'tibor mashhur restoranlar, mashhur qo'shiqchilarga. Hamma boyagi hammani o'zini boyagi territoriyaga o'xshab bo'linib qolgan. Qo'shiqchi mashhur bo'lsa, har kuni Amir restoranda to'yda yuradi. Agar bundayroq bo'lsa, agar shu bundayroq restoranlarda yuradi. Endi bu qaysi darajasiga qarab-da shunday. Darajasiga qarab, shunday. Qimmat san'atkorlar qimmat to'yxonada yuradi. Arzon san'atkorlar sal arzonroq to'yxonada yuradi. Keling mana siz ham qimmat san'atkorlar hisoblasak, qaysidir muxlisingiz keldida, siz aytayotgan summani bera olmaydi. Olasizmi? Agar muomala madaniyati to'g'ri gapirib boyagi topolsa, agar buni ko'ngilda topoladigan bo'lsa, agar ko'ngil topganiga albatta tekinga ham xizmat qilingan joylari bor. Qilinadi deb aytsam, keyin qilinish kerak bo'ladi. Kerak bo'lsa qilinadi. Albatta. Hozirgi vaqtda ham bor, oldin ham bo'lgan organizatorlar. Qaysidir to'yga sizga borib pulingizni bermagan yoki organizator berib shunaqa qilgan joylar. Organizator deysizmi? Organizator. Nima u? Navo. Qaysidir Navo. Qaysi u Navo deydi-ku, qaysi biri haqida gapiray.
Ko'pligidan qaysi birini aytaydi? Qaysi biri haqida gapiray? Shunchalik ko'pki qaysini aytaymiz San'atbek? Men ishlamaganman birorta navo bilan. Hozir lekin ishlashni taklif berdim lekin. Muhabbat navoga ham taklif berdim, Samarqand navoga ham taklif berdim. Men bular bilan ishlamaganman. Chunki bular ham men bilan ishlamagan-da. O'zlari taklifga chiqmagan biror marta siz so'rayapti yo'q nima? Ya lekin so'raganlar, aytki to'y nima qilganlar, bitta zakaslar yuborib yo'q qilganlar, lekin men ular bilan ishlamaganman. Men faqat O'zbek Navo bilan, O'zbek Navoda Qobil aka bilan birga ishlaganman. Ustozimda u kishi ajoyib inson. Ular bilan xuddi mana shu sizga o'xshagan aka-uka. Agar kimdir so'rab kelsa, agar sizni oldingizga mani menga o'ylab qo'yasiz, shunaqa aka-uka bizlar, Umar akam, Nizom akamlar, bular shunaqa. Lekin tashkilotlar bilan ishlamaganman. Hozir shu intervyumiz davomida siz kutgan qaysi savol beraman? Mana shu hozir berganingiz o'zi men kutgan savol bo'ldi va men kutmagan savol bo'ldi. Ikkalasi yani. Ikkalasi ham shuni ichida bo'ldi. Mix deydim buni. Intervyumiz haqida o'z fikringiz? Intervyu haqida fikrim juda a'lo darajada. To'g'risi kecha telefon qildinglar, men xursand bo'ldim. Ustoz san'atkorlar chiqqanlar. Mana shu san'at olamini mana shunday yoritib, mana shu xalqqa yetkazib berayotganingizni ko'rib fikrim juda ham a'lo. Bizni keyingi savolimizga kimlar chiqishini xohlaysiz? Qanchadir vaqtdan beri ko'rmay qolgan mashhurlar. Qo'ygan mashhurlar. Nusrat Azimov. Nuriddin G'ulomov bor mana. Ko'pchilik bor lekin. Agar yo'q demasangiz, intervyumiz uchun bitta qo'shiq aytib bersangiz chiroyli bo'lardi. Mayli. Bitta jonli ijro. Mayli. Ko'ngilga sig'mas qilni men qirqqa yorgim kelar. Qaldirg'och qanotida yoningga borgim kelar. Yillar meni yetaklar, borolmasman yoningga. Jonimni qo'shib qo'ygim gulim seni joningga. Do'lonani do'lursa tog'lar toshi yorilmas. Qayrilib kamon bo'lding, bevafo yor qayrilma. Qo'llaringni ko'ksimga kel bir bora sol jonim. Qo'llaringni bo'ynimga kel bir bora sol jonim. Mayli keyin bu jonni ostonangda ol jonim. Intervyumiz yakunida muxlislaringizga o'z tilaklaringizni yo'llasangiz.
Muxlislarga tilagim, muxlislarim va muxlislarimiz, muxlislar, aziz muxlislar. Avvalambor dunyo boricha bor bo'linglar. Sizlar bor, bizlar bor. Faqat vafodor bo'linglar. Ijodkor hofizlarga, hofizalarga vafodor bo'linglar. Biz xizmat qilamiz siz uchun. Hamisha to'y qilinglar. Biz xizmatda bo'laylik. Ustozlar bilan birgalikda inshaalloh. Rahmat bugungi intervyu uchun, suhbatlaringiz uchun, bizga yo'q demasdan bizni shu joyga taklif etganingiz uchun, hurmatingiz uchun rahmat. Rahmat. Hurmatli muxlislar, videomizni ko'rgan bo'lsangiz, o'z munosabatingizni kommentariyada qoldiring, videoga like bosing, bizga podpiska bo'ling. Xudo xohlasa biz sizga yanada yangi ijodkorlarning intervyularini olib chiqishga harakat qilamiz. Rahmat hammaga. Sog' bo'ling.